Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Mana shotutlarimiz g'arq pishdi. Iyun oyining oxirlariga kelib. Mana boshida bu hozir 4-yil ketayotgan bo'lsa, mana shu yildan boshlab hosillari ancha-munchaga kattardi. Boshida biz xavotirlangan edik. Mana shunday har doim mayda tuyadi deb, lekin bunday emas ekan. O'zi yosh kattaravergan sari hosili ham kattarib boraverar ekan. Agar kim uyda shunday yosh shotuti bo'lsa, hech xavotirlanmasin. Hosil mayda-ku deb. Vaqt o'tgandan keyin yana o'zi hosil kattarib ketaverar ekan. Mana qop-qora bo'lib pishgan. Qop-qora bo'lib pishibdi. Qanday chiroyli bo'lib pishgan. Mana yerlarda